Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Avropa Parlamentinin Xitay hökumətinin Uyğurlara qaratqan insaniyyət qarşı cinayəti və şunun bilan birlikdə ağır irqi qırğınçılıq təhdidi xəvfi üstüdə alaylı proqram elib barımız. Biz bu münasibətlə Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndini bu söhbətə alaylı təklif qıldıq. Dolqun əpəndi, söhbətimizə xoş gəldiniz. Köp rahmet, hoş bulduk. Dolqun əpəndi, siz hazırda Avropa Parlamentinin qayıtıb gelişiniz. Bu bugün Avropa Parlamenti Amerikadan keyin, yəni Amerika Dövlət Məclisindən keyin 8 qərb parlamentdən keyin Avropa Parlamenti mana bugün Xitay hökumətinin Uyğurlara qarşı elib barğan cinayətlərini, insaniyyət qarşı cinayət, yəni bir cəhətdən həm də irqi qırğınçılıq deyə aniq bildirməyən bolsunmu, ağır irqi qırğınçılıq xəvfi deyə bu kararını oturup koydu. Sizince bu kararın qanday bir əhəmiyyəti var hazırlık şəraitdə? Rahmet, bu sizin deganligidek hazırlıkça 9 parlament Amerika hükümeti olup toplam 10 organdaydı. Uyghur irqi qırğınçılığı ve insaniyet karşı cinayet veya ki ağır irqi qırğınçılık xəvfi var degan oxşaydigan kararlarını çıkargan. Ama Avrupa Parlamenti 27 devletten kelgen parlament azalarından kurulgan bir çoğun bir kuruluş sübütü bilen bir yerde bu kararının çıkarılışının üzü tarihi bir əhəmiyyət ega. Çünkü hazırlıkça Avrupa'daki toplam 6 parlament muşunda ırkçılık kararı ve insana karşı cinayet işledi diyen kararını çıkargan bolsun ama Avrupa Birliği'ye, Avrupa İttifakı azad 21 devlet bu meselede Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitay'ını birleşme bayanatlarına imza kılgan bolsun ama parlamentleri bunda bir kararını çıkarmagan. Şunu bu kıtım şu bütün devletlerden kelgen parlament azalarının hemmisinin ortak iştirakı bilen bu mesele müzakere kılınıp bu kararının ötüşü. Bunun dinkin Avrupa İttifakı aza bolgan başka hazırgıçı bu meselenin kabul kılmagan parlamentlarının mı Uyghur irqi qırğınçılığını tunuşuga bir heydekçilik rol oynaydı ve şundakla Avrupa İttifakı aza devletlerinin Xitay bilen bolgan diplomatik münasibetlerde, soğudu münasibetlerde bu meseleni itibarı almay, halganca hareket kılış için çok bir tosalgı bulundu. Şunun için bunun əhəmiyyəti nurulğan devletlerin hareket ötküzüş noktasından başka ağan parlament kararları qaragan çağda tarihi bir əhəmiyyət ega. Dolqun İsa əpəndi, bu qitimqi həmdə bu kararın çıxırışda asaslı rol oynayan partiya ve şəxslər, parlament azaları kimlər siz bildiğin? Avrupa Parlamento'da bir qancha siyasi partiya gruplar var hem de. En çoğusu Hristiyan Demokratlar grubu var. Anın deyken Demokrat Hemkarlık grubu Aldi deydiğen grup var. Anın deyken yeniden kurulgan Avrupa Partisi deydiğen bir partiya bulamı güçlü. Sosyalistlar var, Yeşiller var. Anın deyken komünist grupların var hatta onun içinde. Anın deyken bazı müstakil hiç kaysi partiya grubu tabi bulmayan parlament azalarım var. Hem de bu kararının çıkarılışı da şu bütün partiler, şu komünist partiyasından başka partilerin hemisi asasiyetin avaz koştu bununla. Bunun da asas rol oynayanlar hem de şu Uygur Dostluk grubunun ki kurgucu ya ki koş reislik vazifesini ötevatkan Fransaylık Rafael Glucksmann efendi bu sosyal demokratlar siyasi grup vakaleten buna ait mühim rol oynadı. Anındaki Hristiyan Demokratlar Halk Partisi de ataydı bunu. Bunun vakaleten Şvesiyelik parlament azası David Lega efendi şu layihəni yazgan adamlarımdı şunun tayarlap çıkan. Bu bak rol oynadı. Andaki yeniden Avrupa Partiyasının ki Renewal gruptaydı. Bununki azası Engin Bey Türk ama Germaniyadan sayılan parlament azası Engin Ertuğ efendi. Bula bunun aydın mühürmür oynadı. Onun başka Yeşilladın Butiköfer Germaniyelik parlament azası var. Bu mühürmür rol oynadı. Anandikin Hadi Hatola hanım bu Finlandiyalık parlament azası bu Avrupa Parlamento muavin reisi muşla asasen muşu nimi tayarladı hem de layan tayarlap
Anandan keyin bular bütün Yevropa parlamentidagi har qaysi siyosiy partiyalar bilan parlament a'zolari bilan ayrı ko'rish neticesida mutlaq ko'p qismi buni qabul qildi, ammo degandek kommunist Lincoln deydi, solchi bir partiya bor. Onun avazı küçük hem de bir 40-50'dek parlament a'zosi var. Çünkü Avrupa Parlamenti 705 parlament a'zosini tashkil topgan 27 davlatdan 705 saylangan milletvekilleri parlament a'zolari bor. Bunun ichida hem de tam sonini bilmayman, shunchalik bo'lishi mumkin. Balkim shular buningga, chunki Xitoyni yaxshi ko'rdi, kommunistik ideologiyaga sodiq bir partiya bo'lg'achqa, buning bir uzantisi Germaniyadan bor. Germaniyadan davomli parlament qaror oladigan vaqtda Uyg'urlarga gap qilgan vaqtda Xitoy taraf turib qildigan bir partiya. Bu qatimda yana shuning o'zining maydonini ular ifodaladi. Ularning hammasi emas, bir qismlari tarafsiz qoldi, ammo bir qismlari uning qarshi chiqdi. Shunda bo'lsa-mu, mutlaq ko'p qismi 600 dan ko'p parlament a'zosining birdek ovoz bilan qabul qilindi. Bu albatta bu 600 dan ortiq parlament a'zosining bilet tashlab buni qabul qilishi albatta bu nihoyatda cho'ng bir g'alaba bo'lib hisoblanadi. Albatta siz bu natijani qo'lga keltirish uchun bir qancha kun berib Yevropa parlamentida o'zingiz bir qo'lliq lobbichilik harakatini elib bordingiz, shundaymi? Shundoq, albatta bu bir qancha kunlik lobbichilik bilan bo'lgan ish emas. Bu shu Yevropa, Amerika, Kanada va Yevropadagi bir qism davlatlar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgandan keyin biz bu Yevropa parlamentidami shunday bir qarorning chiqarish zaruriyatini his qilib, Uyg'ur do'stlik guruhiga a'zo bo'lgan parlament a'zolari bilan ko'p qatim bu to'g'riliq shu o'tgan yildan boshlab ciddi bir görüşmeler oldu, ama Avrupa Parlamenti pandemikten sebebinden, vabadan sebebinden ziyaretçi kabul kılmaydıgan boğallığı için bir ikinci aygacha köpü bilen şu video arkalık görüşüge doğrudan. Video arkalık görüşünün bazı yaxşı tarafları boldiken, ama 100 tane görüşüp yüz-yüzge kelip bu meseleni köreşkenlikdek tesir bulmaydigan gepken. Şunun bu işler biraz astara kadem bilen mangdı. Mangda ama keyin bu Avrupa Parlamenti ikinci ayda içip etip insanlar bilen görüşümüz bolganda Avrupa Parlamentiga bir hafta bir ciddi görüşler, lobby faaliyetleri bir meseleni oturup koyduk. Kollaydıganlarını bildiği kıldı, ama degandek bu 700'den artık millet parlament a'zosi bazat tashlaydigan bo'lg'achqa, o'xshamagan davlatlardan kelgan bo'lg'achqa, bularning Uyg'ur masalasiga nisbatan ko'z qarashlari farqli, bu masalani bilmaydiganlarim bor. Ashlarning hammasini bilan ko'rishish, qayil qilishning o'zi ham oson narsa emas. O çünkü 50-60 adam 700 necha adam. Bunun içinde açıkçılık rol oynaydıgan parlament a'zolari bilan nurg'un qatim ko'rishlar bo'ldi, nurg'unlagan dokladlar, çünkü bunda bir loyihaning tayyorlanishi uchun ularga yeterli derecede paketlarni tayyorlab berishimiz kerak. Hozirgacha e'lon qilingan materiallarning hammasini to'plashimiz kerak. Ular oson tushunadigan shaklda taqdim qilishimiz kerak. Bu parlament a'zolarining Uyg'ur masalasidan boshqa o'zining samandagi ishi bor, hamda ishlari bor. Özünün işlerini aldıraş adamlar olgan diken, ular davamlıq bizden her nimimizin, bizim bütün kıldığı işimiz 24 saat Uygur hakkında nemi çıkıvatkan. Dünya nemi dağıtıdı. Bizden şunun başka işimiz yok. Ama ulanın onda emez. Ulanın bizimkiden bek mühim, yüzücü mühim boğan, nurgun işleri boğaçka. Ular her zaman tepkikat neticelerini veya ki paketlerini, ücretlerini vakt görüp bulanmaydı. Şunun ularga bu neslen davamlıq təminləb duruş, anandakini ağırlıqmış kamp şahitleri parlament a'zolari bilan görüşler elip verildi. Anandaki Uygur sotunun kararlarını biz 5-6 yıl tilga tercim kıldık hem de. Çünkü parlament a'zolarining bir kısımları İngilizceni bilmeydiğen parlament a'zolarim var. Şunu biz onu 5-6 yıl tilga tercim kılıp, şu parlament a'zolari yaxshi tushunadigan, qolaylık yaratıp berdigan, ananki xulosalarını tasıp çıkıp birden evet dokandashlar hemmisiga. Evet, bir netice var. Hazır emdi burun bu meseleki jim tuğan bolsaňlar Uygur sotida 18 aylık bir tekşürüşden keyin netçe 10 min 100 min betlik materiallarını topladı. Netçe 100 adamның guvalığını aldı. Yani qandaq bir hüccet deseňler tayyorladı. Onun keyin en ahırda şu Şinjan sakçı arxivlerinin ilan kılınışı bularını texmanın keyin bu işte aktif bir hareketki, ciddi hareket ötküzüşke sebep oldu. Hem bizim Avrupa Parlamentideki vekilimiz Kun Stop efendi bu işini her güne degandek iş Avrupa Parlamenti hizmet olgan dikin şu parlament
a'zolarga material ta'minlash, shularni qoyil qilish o'xshaydigan shunday bir qator jarayonlar bo'ldi. Albatta buning ichida men ismini deb o'tib ketgan Glucksmann bo'lsin, Lega efendim bo'lsin, Engin efendim bo'lsin, aning İlhan Küçükler bo'lsin, bular hamda yillardan buyon Uyg'ur masalasi ko'ngil bilgan, Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishida rol o'ynagan insonlar bo'lg'achqa, bular andan bu masalani jiddiy qo'lga oladigan vaqt keldi deb keyingi haftalarda aktiv şekilde hareket qilib bütün parlament a'zolarining siyosiy partiyalarni buni harakatga o'tkazishga to'g'ri keldi. Ammo bu jarayonda osonga to'xtamadi, chunki buni biz irqiy qirg'inchilik, çünkü yerde bir erkek kırgınçılık buladı. Eğer erkek kırgınçılık xavf bu emas, erkek kırgınçılık buladı da insana karşı cinayet işladı da Uygur suudi ağan karar şekilde bir kararının çıkışını arzu qandık, şu boyunca hareket qilgan. Ama degandekidek bazı parlament a'zolari, bazı siyasi gruplarning ichida bazı delillarning yanıla to'liq emas degandekidek va yoki bazı qayg'ulari sababidan bu masala chin turib olgan avallar bo'ldi. Hatto Uyg'ur masalasiga bir qancha yildan buyon qizg'in muomala qilib kelayotgan, bizlar yaxshi do'stligi bo'lgan parlament a'zolarining bir qismi bu masalada yo'q, uni biz qabul qilmayman. Unda demaymiz, mushuna shaklda qilamiz degandan keyin hatto jiddiy irqiy qirg'inchilik xavfi bor degan gapga bak yaqinlashmay, insoniyat qarshi jinoyat ishildi degan nuqtada alayli deganlar bo'lgandan keyin uzun ular o'tirsida muzokaralar bo'lib, eng oxirida shunda bir o'rtaq nuqtaga keldi. Masalan, bu köfer Germaniyalik Yeşiller Partisi'ninki Avrupa Parlamentosu ve Xitay Parlamentolar grupsunun başlığı hamdı bu. Bunda çağınızda Xitay parlament a'zolari bilan Avrupa parlament a'zosi, bu resmi bir kurum hamda, resmi bir kuruluş. Şunun başlığı bu. Demek Xitayga münasebetlik meselelerde bunun fikri inovat elindiğin gap, bunun fikri soldurulduğun gap. Şunda bo'lgan ki mesela muşumu bu meseleye kelgan chaqda yaqin kelgili unimidi. Cih xizmatlar ishlanib nima qilishga tirishgan bo'lsakmi, ammo buni mashi shaklda olamiz deb ashna turib olg'achdan oxirida siyosiy partiyalar, parlament a'zolari bir-biri bilan shu o'rtaq keladigan bir nuqtada kelib, shu insoniyat qarshi jinoyat ishlangan va og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi shakllanadi degan shaklda qabul qilinishga to'g'ri keldi. Elbette Dolgun Aysap bəndi bu Avropa Parlamenti 7 dövlətdən parlament əzaları 700'den artıq parlament əzası payədə bunda bir qararın çıxışı asan emas. Elbette siz degəndək, gerçi Uyğur Dostluq Qrupusidagi parlament əzalarına aid küçüyən bolsun, bəzi bir qarşı güçlər həm də bunu yumuşatışdırışıb, ən axırı şu iki tərəfdən mürəssəlləşi bilən bu irqi qırğınçılıq bo'lib atqan vəziyyətdə, yəni ağır irqi qırğınçılıq HVP degan o'rin bosgan gap. Ama yana şunun bilan birlikte elbette insaniyat karşı cinayet öksüzat Xitay hükümeti degan bu motoru qo'yildi. Elbette bu degan elbette naydi çoğun bir taraqqiyot. Mayli irqiy qirg'inchilik deb atsin bevosita va yoki ig'ir irqiy qirg'inchilik xavfi desin. Bu ishkelisi elbette o'sha irqiy qirg'inchilik aknamiz qo'l qo'ygan davlatlarni harakatga chaqirdi. Sizningcha hozir bu Yevropa parlamentining bu qaroridan keyin Xitoy hukumati qanday bir inkas bo'ldi deb qaraysiz? Bu sualınız cevap için bir noktasını bir eskertip ötüşün doğru geliyorum. Çünkü şu kararlarını kabul kılgız için Mali Avrupa Parlamenti olsun, başka devletlerde mesela biz ötkeyli Uygur erkek kırgınçılık kararı Uygur sotudan çıkan deyken biz devletlerini ziyaret kılıp şu parlamentlarını Avrupa'daki parlamentlarını asaslı mesela Skandinav ülkelerini ziyaret kılıp geldik. Muşlarda asaslı diyen neslerimizden hemisi erkek kırgınçılıkını kabul kılgız meselesi ve insaniyet karşı cinayeti. Bu jarayonlar nurgun halkara kanunchilar hukukçular bilen Uygur sotununki Jeffrey Naishlar bilen yana köp uçuruşlarımız bulup ötdi. Bir yerde insaniyet karşı cinayet ötküzü diyen bu neyse bazıda erkek kırgınçılık ötküzü oldu diyenden küçükrak nime bulalaydıgan gibi. Mesela şunda bir tesirat bulundu bizge. Mesela şu Hitler Nazi Germaniyası öz vaxtda 6 milyon Yahudini öldürdü, erkek kırgınçılık kıldık ama Nürnberg sotuda şu Nazi Germaniyasınınki Marshal Göring olsun, muşlarının hemmisini sotlağa vaxtımızda insaniyetke karşı cinayet işleyen diyen aşı günah bilen sotlanırken de demek bu nayeti mühim bir mesele ki şunun için bizki bazı kanunchilarning, advokatlarning degan narsa sizlar mushu nuqtaning için tutinglar. Çünkü Xitoy hukumati bugün
insoniyat qarshi jinoyat o'tkazyotdi degan nuqtani qildi. Endi sizning keyingi savolingiz kelsak, albatta Xitoy bundan rahatsız bo'ldi. Hozirgacha irqiy qirg'inchilik yurgizdi deb qaror chiqargan bo'lsin yoki insoniyatga qarshi jinoyat ishilgan bo'lsin, hatto Xitoy hukumatı Uyg'urlarga nisbatan og'ir sharoitda inson haqlari dafsanchiligi qilyotdi degangimi taqat qilolmay noroziliklarni bildirib chiqib ketgan reallikka biz shohid bo'ldik. Demak, Xitoy hukumatining bu masalaga nisbatan qattiq bir reaksiya bildirganligi bir reallik, ama bu da deganimizdagidek necha oylik tekshirishdan nurg'unlagan paketlarni qo'lga tushirib turib tekshirish tadqiq qilish orqali, chunki deganimizdagidek bu oldivaldigan yer emas yoki bir davlatning parlamenti emas, 27 davlatdan kelgan o'xshamaydigan fikr, o'xshamaydigan ko'z qarash, o'xshamaydigan ideologiya, o'xshamaydigan kultur, madaniyat, diniy ko'z qarash, hatto mazhab hammanidan farqli bo'lgan insonlarning eng oxirida o'rtaq bir qaror olishning o'zi kichik masala emas. Bununla nisbatan Xitoyning hamda chichanshi, qarash, norozilik bildirishi mumkin. Hatto Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatlardami Xitoy o'tirsina so'goq bir davri boshlanishi mumkin deb o'ylayman. Dolqunay Efendi, bu albatta bu qitim Yevropa parlamenti hamda bu bir tarixiy qarorni Uyg'urlarga munosabatlik chiqargan bo'ldi. Masalan, 10 yil 15 yilning oldida masalan siz va bizlar Yevropa parlamentiga kirgan chog'da masalan Yevropa parlamentini hatto kirgizmagan, masalan bular dunyo Uyg'ur qulti bir bo'lgunchilar emas, hatto terrorchilar bular deb Xitoy hukumatining besim bilan Yevropa parlamentiga kirgizmagan bir kunlar bo'lgan. Masalan, shu 10-15 yilning yoqi mana bugungi kunda Yevropa parlamenti hatto shu Uyg'urlarni kirgizmagan shu hukumatni, masalan Xitoy hukumatini ustida masalan bu qarorni chiqarishi bu Yevropa parlamentiga qanday bir o'zgarishni ko'rsatib berdi? Deganimiz to'g'ri. Bo'lib shu 11-sentabr voqeasi yuz bergandan keyin Xitoy buningdan usullik bilan foydalanib Sharq Turkiston Islom harakatining terrorist tashkiloti dedi. Uningdan keyin buningga bir qism davlatlar buni shu shaklda qabul qilgandan keyin Xitoy texim jasorat elib boshqa 3 tashkilotni qo'shdi. Masalan, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi, Sharq Turkiston informatsiya markazi, Sharq ozodlik tashkilotini qo'shib, shunday qilib butun dunyodagi bizning qadamlarimizni, epirayotgan faoliyatlarimizni to'sishga harakat qilgan. Demak, buning belgilik ta'siri bo'lgan. Bu hali uzungacha davom qildi. O'tgan siz degandagidek 10 yilning oldigacha bo'lgan oraliqning o'zida nurg'un, chunki Uyg'urni jiq davlatlar bilmaydi. Parlament a'zolarini bilmaydi. Dunyo manji bilgan bir vaqtning o'zida Xitoydagi bir cho'ng davlat qopab, uning ustiga biz musulmon bo'lgandan keyin g'arb matbuotida vaqtlarning o'zida musulmon desa va islom desa, terrorist desa o'xshash ko'z qarash bilan bo'lgan xato bir ko'z qarashmi hukm surgan vaqtlarda. Bizda bo'lgandan keyin Xitoy qopab, bizim terrorizmning qurboni mana nima qilyapmiz desa, u bizni bilmagandan keyin dunyo o shunda o'xshamamdi deb ishonmaysizmi? Jiq savol ishoratlari bo'lgan. Hatto ishongan vaqtlar bo'lganda hamda bo'lgan. Shuningga nurg'un ishlar taqalgan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirishda qiyinchiliklar bo'lgan, Yevropa parlamentiga kirishda qiyinchilik bo'lgan, boshqa davlatlarning parlament hukumatlariga, hatto xalqaro tashkilotlar biz bilan işbirlik qilishda biraz orliq saqlashga, gumon qilishga, hatto boshqalar emas, bizni eng yaxshi bilan hamkorlashib kelgan fikrimiz o'xshab bo'lgan Tibet tilamatda. Tibet biraz bizga nisbatan bir orliq saqlaydigan bir davrlarni boshini o'tkazgan. Ammo bizlar shu faoliyatchilar shu vaqtda umid yo'q ekan dunyodan. Demak, bizni hamda mushta Xitoy yeb ketgan, biz bunda chapqan bilan bu dunyoning ko'z qarashi tutsa, bu adolatsiz bir dunyo ekan deb voz kechgan bo'lsak, balkim bir yerlik bilinmagan bo'ladi. Ammo biz davoyimiz haqli. Dunyo Xitoyni unda tushunmagan. Shuning uchun biz Xitoyning abdi bechirisini etishimiz, Xitoy ko'ringanlikidek bir Xitoy bo'lmaganligini. Uni biz eng yaxshi biladigan, mohiyatidan tortib, usulidan tortib, Xitoyni eng yaxshi tushunadigan tajribalarimiz bilan buni anglatish kerak degan qat'iy bir iroda bilan mangdiq bu masalaga. Mangandan keyin albatta uningdan keyin Xitoymi Shi Jinping taxtiga chiqqandan keyin dunyoning ikkinchi cho'ng kuchi bo'ldim men iqtisodiy kuchimda ko'ranglab bumi niqobini muddatdan burun ochdi hamda. Ochgandan keyin dunyo biraz şok bo'ldi. Andan keyin Uyg'ur irqiy qiyinchilik insonlarimizni millionlagan insonlarning jazolarga to'lagandan keyin dunyo Xitoyni asta-asta tushunishga boshladi. Bizning haqli ekanligimizni, Xitoy degandagidek bizning terrorist emas, balki o'zimizning haq huquq uchun kurash qilayotgan bir millat, xalq bo'lganligimizni dunyo qoyil bo'ldi. Demak, bu masalada uzluksizlik, voz kechmaslik, qat'iy iroda
mühim rol oynaydigan gap. Bugün guman bilen qaralgan gumanlar yeşildi, taqalgan işikler açıldı. Meyli Avrupa Parlamenti olsun, Amerika olsun, Avrupa'nın başka devletleri olsun, her qanday bir yerge bizning bir derdimiz var. Yoki sizlar bilan bunday mesela sözleşimiz desek burunqidek yalvarıp şekilde emas, mecburiyetlerini hatırlatadigan. Sen çokum bana qilishing kerak. Çünkü senin mecburiyetin deb bular besim qilalaydigan bir seviye yaratıldı. Bu elbette favqulodda bir özgürlüş. Bu Uyghur davasının xalqaradagi nerede neye kelganligining tipik bir alameti, dünyanın mı Uygur'unu tushunganligining, haqiqatning eng oxirida egilsimi sunmaganligining bir delili deb o'ylayman. Dolqun Aysa Efendi, bugün bu Avrupa Parlamentdə hem de Uygurlarga qaratilgan Xitoy hökumətinin irqi qırğınçılığı ve yoki insaniyet qarşı cinayet to'g'risida bu bir siyasi karar ilingan bolsa, onundan sırt yana bu Uygurlarga münasebetli mecbur emgakning oldini olish yani bir siyasi kararı oturup koyuldu. Bu kararni bir iş bergen bolsanız bizden anlıqçılarımızga, köygüçülerimiz. Bugün Avrupa Parlamenti iki tarihi bir gün deyişki doğru keldi. Çünkü iki karar. Birisi şu Xitayning Şərq Türkistan'daki zulmünü insaniyet karşı cinayet ve ciddi irqi qırğınçılık xavfi diyen bolsa, yana birisi Avrupa ticaret mekanizmindeki bir özgürlüşni qabul qildi. Yani mecburi emgakdan kelgan mallarga münasebetlik bir ticaret faaliyetleri hakkında bir karar qabul qilindi. Demek Xitay Avrupa devletlerini özünün iqtisadi gücünün payını bölüşke tirişip kelayotgan. Germaniya bilan yaxshi yomon bo'lib qolgan Fransiya bilan va yoki bo'lmasa burunqi Sharqiy Yevropa davlatlari, Vengriya bilan va yoki boshqa davlatlar bilan savdo qilish orqali Yevropani bo'lishga tirishib kelganda biz bularni yillardan buyon ogohlantirib kelgan, ammo iqtisodiy manfaat bedeliga, vaqtlik manfaat bedeliga Xitoy hukumatining gipi bizning gipimizdan quvvatli chiqqan, ba'zi davlatlar buni qilgan. Demak, bugun hamda Yevropa buni tushungan bir vaziyatga keldi. Eng oxirida parlament bugün bu kararını eliş arkalık mecburi emgaktin kelgen mahsulotlarni hech qanday Avrupa devletleri onu kirgizmesi gerek. Yani Avrupa'nın ticaretlerinde, xalqarалық ticaret nimiside mecburi emgakki münasebetlik bir deme. Mecburi emgaktin kelgen mallarni işletmeslik, setip almaslik, hatta kargo almaslik. Şunun o'xshaydigan matlaba bu hamda Avrupa Komissionining bugungi qaror ag'ayadi adamlarim bor. Buni hamda Avrupa Komissioni sunadigan gap. Bu qaror hamda butun Avrupa ittifoqi a'zo 27 davlatning Xitoy bilan buningdan keyin bo'ladigan tijoratlarga ta'sir ko'rsatadi. Xohlagancha men tijoratni qilaman demaydi. Hatto her qanday bir malning dunyoning nereden kelgan bo'lsin, mecburi emgakka azroq chetishlik bo'lib qolgan nimasi bo'lsa, bu jazolanadigan gap hamda. Bu Amerika bunda bir qonun chiqargan, shu 6-yildan boshlab yo'l qo'yildi. 6-ayning 20-sidan boshlab 1 hafta 10 kun qoldi. Buning paralel holda Avrupa Parlamentining bunda bir qarorni chiqarishning o'zi, demak Xitoy Amerika bilan tijoratda ziyonkashlik uchirsa, Avrupa orqali mal setish orqali mundaq dunyoni qilaman deydigan bir xam xiyoli bordi. Bu Xitoyning bu xam xiyolining yana bir qatim sug'ichlashganligining alomati, hamda buni rasmiy shaklda davlatlarning ijro qilish bosqichiga qolgan bir masala. Menimcha bu Xitoyni xalq qattiq bearam qiladi, cho'chitadi. Chunki bu mecbur emgak degan vaqtning o'zida bugun bu qaror o'tirib qo'yilish vaqtida jiq muzokara bo'ldi. Nurg'un parlament a'zolari so'z qildi. Mushunda mecbur emgak meselesi bu deganga dunyoviy mecbur emgak münasebetlik bir qarordi. Ama %80% parlament a'zosi bu meseleni tilga olgan vaqtda Uyg'ur mecbur emgagini tilga oldi. Xitoy hukumati qarshi maydon tildi. Yani bu karar mecbur emgak degan vaqtda dunyoning nerede bo'lsa bevosita Uyg'urlarga münasebetlik bir meseleге aylanganligiga shohid bo'ldik. Demak, bu bevosita Xitoyga ta'sir qiladigan, Xitoyninkidan keladigan bütün mallarni tekshiradigan, buni cheklaydigan bir bosqichga o'tish uchun favqulodda muhim. Bu sizdancha hozir hamda bu Amerika hukumati hamda o'tgan yili 12 oyda hamda Uyghur mecbur emgakdan oldini olish qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisida o'tdi. Amerika Prezidenti Biden onun qo'l qo'ydi. 6-ayning 21 rasmiy amalishdi bu qonun. Şimdi Avrupa Parlamenti hozir Uyg'urlarga qarshi, insoniyatga qarshi jinoyat bir tarafdan irqiy qirg'inchilik tahdidi bular e'tirof qilinish bilan bir vaqtda mecburi emgak mahsulotlarini, bo'lib Uyg'ur munosabatli
Yevropaga kirgizmaslik to'g'risida bu qaror loyihasini o'tirib qo'yishi. Naq Amerika buni ijro qilamiz deyotgan bir vaqtda bu Amerika bilan o'zining Yevropadagi sherik davlatlarining birlikda Yevropa birligi bo'lsin, parlamenti bo'lsin, bu Uyg'ur erkiy qirg'inchilik ham Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish uchun buni birlikda avatgan o'xshash qadamlari deb qarash bo'lamdi. Shundaq, chunki Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan ishg'oli, buning aqsi Xitoyning bo'lishi, demak dunyoni bulatma g'arb dunyosini o'yga soldi. Demak Xitoy bu masalaga kelgan vaqtimizda, ya'ni diktator davlatlar o'zaro hamkorlashib olib, g'arb qimmat qarashlarini, demokratiya, kishilik huquq Müştəng oxşaydigan, yəni vaz keçilməydigan qanun bilan idare qilish dövlətlərini, anından keyin uçuqluq, müştəng oxşaydigan qimmat qarashlarini qoğdashning ne qadar muhimligini. Agar vaqtliq iqtisodiy manfaatga berilib ketib qolsa, ularning minglarcha, millionlarcha insonlarni qurbon qilish bedeliga ve nurg'unlagan iqtisodiy manfaatlarni qurbon qilish bedeliga erishgan bu qimmat qarashini yo'qotib, buningdan 20-30 yil o'tganda va yoki buningdan 10 yil kelganda müşta uxlash bilan o'tadigan bo'lsa, dunyo qanday bir dunyo bo'ladi. Demak, bularning necha 17-100 yillik tirishchanlik bedeli kelgan qimmat qarashlari bu diktator davlatlarning qurboniga aylanib ketganligidan iborat. Bu narsa bularni uyqusini uyg'otdi deb o'ylayman. Shuningga Amerika bu qonun chiqarganki, Yevropa ittifoqining mas qadamda bu qarordan chiqarilishining o'zi bu bir demokratik ovozning, ya demokratik davlatlarning vaqt kelib qolgan vaqtida o'zining qimmat qarashlarini qo'g'dash uchun birlikda harakat qilganligi, jasur qarorlarni oladiganligi, har qanday manfaatdan vaz kechish bedeliga bu yo'lni birga mangadiganligining tipik bir ifodasi. Mesela Rossiya meselesinde bunu ko'rsatdi. Çünkü mesela Germaniyani alsak, Germaniyaning bir sanoat davlati energiya bo'lmasa to'xtaydigan gap. Rossiyadan %40-50% energiya Rossiyaga bog'liqlik bunda sharoitning o'zidimi Rossiya bilan bo'lgan bu narsani vaz kechadi. Ya'ni boshqa bir yo'llarni izlaydiganlik qildi va bundan keyin demak bunda Xitoy bilan undaq bir cho'ng bir energiya bog'lantisimi yo'q. Faqat Xitoydan mal oldi, malni qildi. Demak bu unda bir sharoitning o'zida bular birleşip bu diktator davlatlarga nisbatan birga taqobil turadigan bir qadam deb o'ylayman buni. Yani demek ki bo'g'inimiz Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib bo'lgan irqiy qirg'inchiligi va Rossiyaning Ukrainaga besib kirishi bu g'arb ellerini uyg'otib, ularning bir Amerika, Yevropaning bir birlik qurib, yani Xitoyga ham O'zbekiston qarshi turishga bir turkilik rol o'ynaydi demek shundami? Shundaq. Yalnız Rus Xitoy qilam emas, hatto butun diktator davlatlarga qarshi, yani yaxshi bir signal bo'ldi deb o'ylayman. Chunki deganimizdagidek, bugun Rossiya Ukrainaga bomba tashlab iyada bir qirg'inchilik qilayotgan bo'lsa, Xitoyda Uyg'urlarga nisbatan bomba tashlamagan bilan millionlagan insonlarni jazolag'iga solash orqali insonlarni bunday shaklda qirg'in qiladi. Demak, natijaga o'xshash. Shuning buni g'arb dunyosi, Amerika boshlig'i, Yevropa boshlig'i, g'arb dunyosi burun tushunmagan bo'lsa, asosini tushunib, buning nisbatan jiddiy qadam elish, tadbir elishning vaqti kelib o'tib ketganligini bular his qildi. Ko'p rahmat sizga, Dolqin apandi. Sizga ham ko'p rahmat. Hörmətli görürmənlər, bugün proqramımız müşahidə axılışdı. Kilər qitim görüşkəcə, xushvaqt olun.